Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana bizni shogirdlar xudo xolisa bitta mashincha taxlab chiqibdi. Polni kraskasini o'zimiz asvejit qilib berdik. Ya'ni kraska o'zlari tayyorladi, kraskani o'zim qilib berdim. Xudo xolisa ishchasiga baho berib qo'yaverasizlar. Mashinchamiz sotiladi. Yili 1998-yilda ishlab chiqarilgan metan gaz motorigacha bilasiz. Biz har doim qilganimizdek, o'zimiz qilganimizdek shogirdlarga ham shu narsani o'rgatganmiz. Motori, ходовой, saloni hamma tomoniga e'tibor berib qilinadi. Mana bu saloniga $1000 pul kirib ketgan. Mana ko'rib qo'yganlaringizdek qaysi holatda qanchalik darajada chiroyli chiqqanini. Polni Tiffany salon qilib idealni holatga, sedanlarni yangi holatga, patologlarni yangi holatga, kolonkalarigacha o'rnatib qo'yilgan magnitofonlar, monitorlar, Magicar pultlar, xo'p, knopkalar, oynalar avtomatiskiy knopkada ko'tariladi. Mashinani holatini ko'rib turibsizlar. Buni shogirdlarimiz tayyorlagan. Xudo xolasa mashinani holatini ko'ryapsiz. Diskachalarigacha qo'yilgan. Xullas mashinani kami qolmagan bitta to'rtta mehki balon qo'yib akkuratni qilib haydash kerak. Ko'p gapirib o'tirmaymiz. Mashina narxi haqida aytib ketamiz. Narxi mashinani 40 million so'mga bermay turibmiz. 42 million ochiq. Oxirgi narx 42 million so'm bo'lsa berib yuboriladi. Biz xarajat mashin. Motor bo'lganiga hali 8 kun bo'lgan, hali motor apkatkada turibdi. Hali yog'ini 2000 da almashtirib yuborish kerak. Xo'p, zadnomosimiz, laboni zadnomosi qo'yilgan, 4,5 million so'mga labo zadnomosi qo'yilgan, salon qismiga общий $1000 ketgan. Mashinamiz общий o'zi shogirdimizga 52 million so'mda turibdi. Endi majburiy xod bozorlar narxi tashab qoldi. Mashinani olinganiga 7 oy, 8 oy bo'lyapti. Sabab vaqti bo'lganda elektrik shogirdimiz tayyorlagan mashinani. Baho berib qo'yaverasizlar. O'zimiz faqat kraskasini qilib, asvejitchasini qilib berganmiz, xolos. Qolgan tomonni. Mashina urilib, turtilib u holatda emas. Boshda kelgan videosi ham bor. Charchoq holatda kelgan mashina. Bu urilib, turtilib, kesilib, unaqa holatdagi mashina emas. Suyagi butun, kraska bo'lgan, lekin shpakilovkalari bor, tan olish kerak. Hatta qolgan joyi chiroyli holatda turibdi. Mana ko'ryapsiz, oynani tushirib chiqarishlarigacha ko'rsatadi. Bu Lacetti Gentra'larda, Cobalt'larda ham bunaqa tez tushib chiqmaydi oyna. Ko'rib turganlaringizdek, xudo xolasa juda chiroyli holatda chiqqan. Bizni kuzatib boring, siz Jalol avtoservis kanalini kuzatyapsiz. Har qanday qattiq urilgan, yonib ketgan mashinalar O'zbekiston bo'ylab olamiz va sotamiz. Top bergan $100 hadyamiz bor. Siz Jalol avtoservis kanalini kuzatyapsiz. Ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa bizni rag'batlantirib boring. Kanalimiz yangi bo'lsa obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.